Meni otim Hoji Mulla Fatullo, qariya To'rtko'l marbut Ulusvali Shirintagohga yashayman. Bir ro'z ko'rib to'xtabsizki, To'rtko'l mardumi javon, navjavon, muhsin safidon, ulamo, hatto mayda tifl ma'sum basharlarga chiqqan bu mintaqani otini banomi ingishga deydi. Marbuti qariya To'rtko'l Baluch Ulusvali Shirintagoh biladi va xotir sayohat uchun tabiatlarga chiqqaniga bilamiz. Bu avvalin bor emaski, har yil Alloh Jalol agar boron rahmatini bersa, bu mintaqalar hammasi ko'p yaxshi mintaqadir, sarsabz bo'ladi, gulhoy rang-rang ochiladi. So'raqa bir ta'dod javonlar bular mintaqani javonlari yig'ilishib, shunday bir ko'kalam sabzalarga chiqadi. Bu joy mashhur deb, hatto Satta Tagobdan 116 qaradan mardim yig'iladi, bo'lga sayli soat qiladi. Bu avvalin bor emas, hamisha har yil shunday bahorga Alloh Jalol bahor bersa, bu mintaqalarga chiqadi mar. Shu ijtimoiychiga dehqon ham bor, kasabakor do'konlar hammalar borda, ko'p yaxshi yil kelganda monisiga qisma-qism gullar ochilgan, ko'p yaxshi sabzazorda, ko'p yaxshi boronlar ham bo'ldi, ko'p yaxshi tabiat alhamdulillah raqam bo'lib ochilgan. Shirintagohga mashhurtarin tabrigo joylari moshi mintaqaga banomi ingishga yod bo'ladi. Bo'kka deydi, o'qi balandli joylar bu o'rga boradi. U qibla odir deb biz o'rga javob barqatishgan deb o'rlarga boradi. Yaxshi tabrigo joylari bu mardum shunda chiqar, har mintaqalari ko'p, bir emas, boshqa joylarga ham bo'ladi, mashhur joy shu. Nurlay Muhammadi Ulusvali Shirintagoh viloyati Faryoq To'rtko'l Bozortepa qariyasida. Bizlar bir tasmim oldik, biroz yaxshi bahor bo'lgan edi, ko'kalam bo'lgan edi. Banoma bir joyki ingishga deydi Ulusvali Shirintagohni Ro'chig'ar tomoniga bir 20-25 kilometr uzoqqa biz shuna bir joyga kelganmiz. Bozi qilgan futbol bozi qilamiz, qo'char to'p bozi qilamiz. Nima qilamiz? Pahlavonlik qiladilar bachalar. Berga xurt sol, kalon sol, musofirlar, javonlar hammasi ishtirok qilgandi. Bir shunoq fazoga chiqqandi, 5 daqiqa bir sahroga bozi qilaling, yuraylar ochilsin deb chiqqan. Mana shunday qamlar, javonlar yig'ilib, shunday bozilarni anjom bersa, bozor mahalliy qadimiyalarni qancha baxotir hifz farhang uchun, rasm rivojlar uchun, ittifoq ittihod uchun muassir tomon bo'ladi. Ham har yil shunday bir yaxshi bahor kelsa, yaxshi alab bo'lsa, sabzi bo'lsa, bachalar chiqadi berga. Bir ittifoq ittihodlik uchun bir o'rtadan bir norohatlik ko'tarilsin deb hamdigar baham bo'lib bir joyga bir bozi qilaling yo bir sahroga chiqaling, 5 daqiqa tafrir qilaling deb bir ittifoqlik uchun, ittihodlik uchun chiqqan. Boshqalarga tavsiyam shuki, yaxshi ro'z kelibdi, yaxshi bahor kelibdi deb odirga chiqsinlar, fazoga yaxshi yuragi ochilsinlar. Boshqa bachalar bilan hammasi janjal qilmasinlar. Kesin yuragi ochilsin, hammasi ittifoq bo'lsin, ittihod bo'lsin, norohatliklar o'rtadan ko'tarilsin. Albatta burga bizda bir mahfil sayli soat uchun kelganmiz. Bu Gulisturxga hamisha yilda ham biz bu ishlarni anjom beramiz. Inshaalloh Xudoning barakati bilan, nimasi bilan, xayri bilan inshaalloh bu Gulisturxlarni biz hamisha sayli soat terisini qilamiz. Burga shunday mo'ysafidlar, javonlar, shunday biz soat terilarni qilib, albatta yaxshi yillarga inshaalloh yaxshi shukrlar tartib bu ishlardan anjom beramiz inshaalloh. Taqriban bizdan bir 250 dan ko'proq, kamroq shunday nafarlar bor biz. Javon, mo'ysafid, ulamo, muallimin, masalan, bular shunday kelamiz. Hamisha bor bizadiki, to shu gul biloxira vaqti tamom bo'lib, qat buguncha. Endi bu yillar mashallah alhamdulillah xeyli borandagilik ko'p bo'ldi.
mana bu sabzavotlar bo'ldi, gullar ko'kardi. Mana bu sayz amniyat alhamdulillah ko'p bir yaxshi inshaalloh. Ko'p bir yaxshi shabruz bitta muzoyimat yo'q, mamoniyat yo'q inshaalloh. Har joyga borasiz, kelasiz bitta mamoniyat qilib beraman aksharan. Bu ko'pdir inshaalloh. Bizlar ham bu hafta peshki edi. Albatta jumay peshki edi. Shundoq kechalab kelib shu yerga qolgan edik. Taqriban biz ham bir 100 nafardan ko'proq kamroq bor edi-da. Ya'ni kecha qolib mana shu xaymaniki mushohida qilasiz. Shu xayma shu hafta peshki ham bor edi. Bizlar bu yerga qoldik. Mashallah o'sha kechalari yag'in ham bo'ldi. Bizlar shu xaymandagi shundoq mahfillarimizni olib, ertasiga ham qolib to soat 1 bajalargacha o'ltirib, sonra namozjumani vaqtiga shu yerga nazdikka namozjumaxona masjid bor edi. Shu yetishib bordik. Qaysi kelibsiz, nima pishirasiz? Bizda o'zlarimizda palovni yo'lbasan bakamada aytib qobili deydi. Qobili. Bor me'lachi ekan saydan Qarako'lda bilan kelgan odamman. Ha. Ular yerlarga borib meni olib jo'nab, men keldim bilan nima shu hamkorlik qilgan xudo rasulullohni. Taqriban 200 nafarni ona bor. Ha. Bu endi bu aslan ishonsa mutabar xo'raydi bu. Mutabar xo'ray bu. Xo'raylar yaxshi xo'raydi. Xo'p. Xatimdan pishiriladi saydan shunda o'zbay mardimga afg'onga ham hammasiga anonat palov bo'lib qolgan qobili. Siz ko'proq to'y marosimlarga ketasizmi yo shunda dashlarga, tabriklarga borasiz? Men maqsad to'yga ham ketaman. Bu marosim bo'lsa, xatmi xayrot desam ketaman, bunda Qarako'lda ixtirosim bo'laman, men ham jo'nayman. Xo'yan ham desa o'rgan bu mas'ul bachalar. Men borman maqsad bu sindi solimgan, men o'zim qalbim kichik emas. Maqsad mardim bilan borman. Inom xudo har masjid jamba masjid jo'naydi. O'xshagan Tinani o'zimda o'g'larim bir guruh nafar ketdi. Undan avval ko'rdim bir guruh qavm masjiddan ketdi. Ular ketib yotdilar hozirga. Uni aytib bersam, hammasini aytib bersam, ko'proq mashhurini ayting. Men dupezam qilaman. Ha bu o'sha makarani bu boshqa. Onchan qo'ray bo'lsam, men Azroildan kelganini qilaman. Xulosa bekor emas, sizga mardim bilan borsiz. Bizlarda mayda bachaymi deydi, say o'zini say mardim mehmonxona dedi. Qishloqqa say bir mehmonxona bo'ylardikiya. Bormadim yigitlar o'ltiraydi say, sonra bor ki bo'ldi bilan o'zlari shu moy amalga desa bular o'zlari tayyorlanganligini o'raydi say, sonra bular say shunaqa Gülbirde o'zlari bunda motor vasail ne deydilar. O'zlari ketib desa, borib desa, shu qishloqlar qadiga suvga chiqib desa, borib sayli soat erisini qilib, axşamgina keladi desa, yana mana o'sha mehmonxonaga keladilar, yana shu masa xarajatini qilib desa, shuna sayli soat. U yerni men bizda endi 60 ga keldik, 60 yil ilgari ham bo'lgan bu gaplar. Ana bir tarix bu nima gap emas ekan. Intifoga ketib boradi, mana ko'rasiz, mana har qaysi har yerdan. Qarang. Mana qarang, obidona ekan, sizlarni qarang, mana qayerdan tilmon beri kelib bular bilan oshuna bo'lib o'ltiribchilar. Bale. Bu qadimga bir sifat qatori biladi, mayda bachalar, soat eriqni otabodan qo'ygan qism qochoqqa to'p o'ynaydi. Bir vordish bilan tabriqot bahorga kelibdi. Soatini ranjini gul qiladi. Qachondan beri shunday bozlar bor shu mahallaga? Shu mahallaga endi bu otabodan qilgan 60-70 yildan beri o'zim 53 ga borman. Shundan berisini bilaman, eskidan beri shu qochoqqa to'p o'ynanadi. Hali bir 5 yil bo'libdi, bu futbol deysiz, bu gala chiqibdi, mardin vardishga. Boshqa qadimdan ham shu palvonlik bor edi, go'rashbozlik bor edi, ana shu o'shtinglik qiladi, murdorni, murjangi bor edi, xo'roz urishtiradi, buskashi bor edi. Hammasi shu vardish sipirlaydi. Xo'p. Hayrati shu endi ittifoqida borasidan 5 yil o'tdi, xilof jang bo'ldi, bu masjidga janoza fotihaga borilmadi. Imorat maydonida oromlik bo'ldi. Bu oromlikni qo'ldan bu omonlarni ko'ramiz. Ko'p mardum ranji xush, xilof jang edi. Maydon amniyat bo'ldi, bahorda Xudo endi berdi. Mardum tapxo'sh ranji gullikka shu bahorga kirib. Bu shiradagan shu bilagacha yaxshi xush. Dehqonlarni bug'doy ekan, maqsad ko'lat ekadi bundan baqa. Shu kunjut ko'lat bug'doyni o'qitish bilan Xudo mahalliga bir yaqinni bersa, bahor ko'p yaxshi.